Hozirgi Jahongirda akasi, ularning qayti. Jahongirda akasiman deyman, ulab qo'yaman. Nima bo'lyapti? Muolaja bo'lyaptimi? Bo'ldi, hozir tekshirib ketdilar. Nima deyapti? Просто ukol qilib bu narsa qiladimi? Yo'q, taglikda bir tekshirib. Aka, nima ovoz past kelyapti-anu, naushnigingizni taqib olyapsizmi yana? Aka, meni yonimda devor emas, faqat parda tutilgan og'ir kasallar bor. Ha, o'shaning uchunmi? Hozir svitga ham o'chir deb aytib ham ketdi-da. Hozir juda noqulay ahvolda. Shu beli shunaqa og'ir, juda og'ir kasallar. Bilaman, xabarim bor. Xo'p, qarang, Qo'shni hozir biz bundan oldin gaplashdik-ku. Shu tema bo'yicha qanaqa fikrdasiz? Masalan, men to'g'risaki, meni ishim ehson yig'ishmasda. Men sizga yordam berish, muammoni hal qilish. Men kecha ham siz bilan gaplashdim, bugun ham siz bilan gaplashyapman. Necha soat sizga avara bo'lyapman, to'g'rimi? Mana kecha, bugun men sizdan bir so'm pul so'ragan joyim yo'q. Duo qilib qo'ying deyapman xolos. Hozir bitta joyiga bunday qilaylik, hozircha ehson yig'maylik deyapman, meni fikrim. mayli. Endi mana odamlarni yordamisiz. Men sizga qo'limdan kelgancha o'zim yordam beraman aka. Nima qilib yordam berasan desangiz, hozir akangiz mana nima To'lqin aka, mani shu 4 kishini Telegram gruppa qilib qo'ying, o'zingiz. O'sha yerda maslahat qilib aka, iloji boricha o'sha ehson yig'masdan hal qilish yo'lini ko'raylik. Chunki nimaga desangiz, men ham o'zim ham hozir har doim bitta vaziyatni bitta taroziga tashab ko'raman-da aka. Shu taroziga tashab ko'rsam, sizni holatingiz ehson yig'ishgacha boradigan darajada emasda, ungacha hal qilib borsa bo'ladigan holat. Chunki nimaga desangiz, chunki sizga ertaga Sanjepovxondan pul chiqyapti. U faqat 1-2 oy kech chiqyapti. Siz bo'lsa o'shangacha men buni hal qilib chiqib ketishim kerak deb vahima qilgandek bo'lyapsiz. Endi umringizda birinchi marta bunday holatga tushyapsiz, ilohim tushmaynu. Endi men sizdaqa bemorlar ko'pi bilan gaplashganman. Siz bugun nimani o'ylaysiz, bir oydan keyin nima holat bo'ladi, hamma yo'qda taxminan bilganim uchun sizga hali to'g'ri yo'lni ko'rsatyapman. Men aytmoqchi gapim, xo'p, sizga ehson yig'maylik. Akangiz meni To'lqin akani Telegram gruppa qilib qo'ying. Mana shu yerda men qo'limdan kelgancha o'zim yordam beraman. Mayli aka, men shu tezroq nimaga jonlantirish bo'limiga o'tsam, tiklanish jarayoni boshlansa deyman-da. Sal bo'lsa ham Jonlantirish bo'limiga o'tsam deysizmi? Nima deyapsiz? Tushunmadim, hozir noto'g'ri gapirmadingizmi? Oyog'imda jonlantirish bo'limi bo'ladi, reabilitatsiya endi. Xo'p. Boshqa qiladi. Xo'p. Klinikaga tezroq o'tsam, meni yonimdagi baribir o'zim bo'lmaydi-ku. Ko'plar o'sha shiryoq qilinadi-ku. Ulardan motivatsiya olib, men ham yana ishtiyoq paydo bo'lib, suhbatlar bo'ladi yonimdagida. Necha oydan beri shunaqa shug'ullanyapman. Ular aytishi mumkin, 2 oy oldin xuddi senda edim, qimirlab boshladi degan nima gaplar bo'ladi. Menga motivatsiya bo'ladi o'shanga, ruhan bir kuch paydo bo'ladi. Aka, gapni eshiting. Xullas eshiting. Men sizni tushundim, rosa eshitdim. Sizni qarang. Sizga hech qanaqa ehson yig'mas ekanmiz. Chunki sizdan ko'ra og'irroq holatdagi odamlar bor-da. Sizning holatingiz ehson yig'ishgacha olib bormasdan hal qilib borsa bo'ladigan holat. Endi men harakat qilib ko'raman, mana shu Koreyada yurgan bironta biznesmen, tanish aka-ukalardan iltimos qilib ko'raman. Mana shu 1-2 oyga poddержка qilib turish shu bolani deb. Endi u birinchi variant. U bo'lmasa, ikkinchi variant aka, o'zingizni mana O'zbekistondan qanchadir bir $1000 $2000 akangiz pul bilan keladimi yo umuman pulsiz keladimi? Keladi, baribir xarajat bo'ladi. Endi bir 1000 mi, 2000 mi, 3000 mi qanchadir pul bilan kelsa, o'sha pulni berib turib,
Qolganini 1-2 oy sabr qilib tur, Sanjay-Po'ximdan chiqsa keyin beramiz deb turib olib chiqib ketsa ham bo'ladi-da sizni. Endi ular ham mana yoqda ish bo'lib ketayotganini ko'rsa, ichida sabr qilib turishaveradi. Gaplashsa bo'ladigan holat. Mana shuni ma'qul shu. Bo'lmasa shunday qilaylik, sizga faqat menimcha duo kerak aka. Sizni haqqingizga duo qilish kerak. Sizga qanaqadir ma'noda yo'l yo'riqni biladigan, vaziyatdan chiqib ketadigan odamning maslahati kerak. Ya'ni Xudo xolasa men yordam beraman aka. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin aka. O'zingizdan baraka toping. Ana akangizga ham aytib qo'ying, agar vizasi ertaga qo'liga bermaydigan bo'lsa, Xudo xolasa tanishlar bor. Bir harakat qilamiz. Ertaga mana shu gapimni ham yozib olib, hozir noto'g'ri chiqaradiganlarga aytib qo'ying. Men O'zbekistondagi Koreya elchixonasidagi rasmiy ishlaydigan o'sha yerdagi hujjat olib kirib, elchixona bilan rasmiy shartnomasi bor turfirma haqida, o'sha ayol haqida gapirgan fikrimni bular noto'g'ri talqin qilib, avaz elchixonani ham sotib olar ekan deb ham yurganlar uchun bechoralar. Men unaqa gap aytmaganman. Hali qir qilgan, sir qilgan videolarga ishonib bayroq ko'tarib yurmanglar. Mana hozir akamizga ham aytayapman, sababingiz bo'lsa, inshaalloh harakat qilamiz. Elchixonaga dokument olib kiradigan tanishim bor deyapman. O'sha insondan yordam so'rasak, qo'ldan kelgancha yordam beradi. Bir kunda vizasi chiqsa, srazi bilet oladi, Koreyaga keladi. Shuning uchun biz nimaga tezlatamiz? Chunki men aytdim, kuniga 140 mingdan sarflanyapti uni bolaga. Shu tomondan. Endi shuning uchun faqat duo qilinglar, ortiqcha gap gapirmanglar iltimos sizlardan. Mana shu bolani men hozir mana hammalaringni ko'z oldilaringda fikrini eshitdim, dardini eshitdim. Shu advokatura xodimi bilan ham gaplashdim, o'zini radnoy akasi bilan ham gaplashdim. Hamma yo'lni hisobga olgan holatda bu odamni men ehsongacha olib bormasdan ishini hal qilsa bo'ladigan vaziyat deb o'ylayman. Agar sizning holatingiz bunaqa holatlar yo'q bo'lganda, men srazi ehson qilishimiz kerak ekan, zaril ekan bu odamga dedim. Bu odam ham shu joyga kelguncha vakolatxonaga aloqaga chiqdi, yordam olmadi. Elchixonadan hech qanaqa bu temada yordam bo'lmaydi, chunki ish vaqtida bo'lmagan bu bola, o'zini aybi bilan bo'lgan. Shuning uchun sug'urtasidan pul ungungacha vaqtini qilib biz o'sha kasalxonasiga borib gaplashib, murosa yo'lini tutamiz. Karislar ham juda murosali xalq. Inshaalloh bu bolani, temani, mana shu bolani foydasiga yurgizishga harakat qilamiz. Bo'ptimi aka? Xo'p aka, tushundim. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Maytda bittasi aytayapti, ortiqcha gapni senga gapiryapti, bemorga emas, deyapti. Shohrux Murodaliyev 20 erkakmisan, yuzingni ko'rsatib gapir. Chiqib olib hali komment yozib, xotinlarga o'xshab sir qilib o'tirmasdan. Men mana erkakman, bitta erkak, bitta vatandoshim muammosini aytib yordam so'radi. Men qo'limdan kelgancha yordam beryapman. Sen nima qilyapsan komment yozishdan boshqa? Qo'lingdan nima keladi o'zi seni? Shuning uchun bu befarosatlarga chalg'imaymizda, aka yo'limizda davom etamiz. Mana hozir sizga ham tuhmat qilib tashlashyapti-da ba'zilari. Aytayapti, qarang, buni xotinining mashinasi bor-ku, deyapti. Sizni xotiningizning mashinasi bormi desam, bu qaynatamning mashinasi, xotinim minmaydi uni. Qaynatamning mashinasi bor, deyapti, to'g'rimi? Qaynatamning mashinasi bor, u ham qaynatamning shaxsiy mashinasi ham emas, kreditga olgan. Qizi bog'chaga ballarni olib kelganga, o'sha meni ayolimning opasi buni. O'shani konkret aytib qo'ymasangiz bularga qiziqda. U xotiningiz qaysi mashinada yurganigacha qiziq bularga. Bu odamning xotini bolalarini bog'chaga olib borgani dadasining mashinasida olib kelar ekan. Endi shunga hozir shuni sabab qilib, shuni ham gap qilib, bayroq qilib ko'tarib yurishadi hozir. Qayerdadir fitna qilib. Meni ayolim olib kelmaydi. Ayolimning opasi boshqa uyda yashaydi, qayerdan yashaydi? Qaynotam olib keladi. Meni ayolim. Mana ular hali falonchiga adolat degan gruppadagilar ekan, u rasmidan bildim. Sizlar o'shada adolatni nima qilib turinglar? Qaror toptirib turinglar, biz boshqa tema haqida gaplashyapmiz. Ularga hisobot berishga biz majbur emasmiz. Allohga hisobot beraylik. Qarang aka, bunday qilamiz aka. Men o'zim
akangizni, mana hozirgi To'lqin aka advokaturani o'zingiz 4 kishi, kerak emas boshqa odam. Telegram gruppa qilib qo'ying, o'sha yerda maslahat qilamiz. Men Xudo xolasa borib, qo'limdan kelgancha yordam beraman. Ehson-pehson yig'maymiz. Mayli aka. Bo'ptimi? Alloh rozi bo'lsin. Xudo xolasa borib yordam beraman aka. Mayli. O'zingizni imkoniyatlaringizdan foydalanib, mavzuni sizni foydangizga hal qilamiz inshaalloh aka. Qarab turmaymiz. O'zingiz ehtiyot qiling aka, Sherzod aka. Endi o'zingizga gapim aka. Men erkak kishisiz, to'g'rimi? Erkak kishisiz, sizga konkret gapiraman. Hali gapirsam nima qilib, o'zingizni yo'qotib qo'ymayman-da. Men betingizga gapiraman, haqiqatni gapiraman. Sizga yoqsa, yoqmasa gapiraman. Tushunyapsizmi? Sizga yoqish uchun yolg'on gapirishda nima keragi bor? Sizga konkret rost narsani gapirib, nima deydi, vaziyatni to'g'ri baho berish kerak-da sizga. Men sizga aytdim, akajon, men bu narsani surishtirdim, juda oxiriga yetdim. Juda ham qiyin vaziyatda ekansiz. Ya'ni tibbiyot tomonidan bu narsani davosi juda ham foizi kam ekan dedim. Endi o'shanga qarab aka, o'shanga qarab Allohdan so'rang. Ko'pchilik duosini oling, ota-onaning duosini oling, Allohdan so'rang, yotgan joyingizda ham. Endi mo'jizalar, bular ham endi o'qiganini gapiradi-da, lekin mo'jizalar har daqiqada sodir bo'lishi mumkin. Endi Xudo xolasa aka, Xudo xolasa, yomon ssenariyga ham tayyor turing. Bu degani men Koreyada doktorlar qo'lida ekanman va hammasi zo'r bo'lib ketadi degan narsa bo'lmasin. U Koreyaning qo'lida ham, doktorlarning qo'lida ham masalan yaxshi bo'lmay, nabrot minusga ketgan odamlar nechta-da. Shuning uchun siz mana shu paytingizdan ham chiroyli anaqada foydalaning. Nima deydi? Maqsadda. Mana bo'sh vaqtingiz ko'p sizni hozir. Nima bilan shug'ullanyapsiz aka? Mana sizga savol, mana 1 oy bo'libdi ekan, yo 1,5 oy bo'ldimi, qancha bo'ldi? Shu vaqt davomida nima bilan shug'ullandingiz aka? Foydali faqat, foydalisini ayting. Alloh bilan yolg'iz qolib gaplashib o'rgandim. Mana shu narsa sizga foyda bo'ldimi? Albatta. Allohga hamdlar aytdim. Meni mana shu kuyga solgani uchun ham hamdlar aytdim. Sababi bundan battar qilishiga ham Alloh qodir edi. To'ppa-to'g'ri. Masalan, siz shu oyog'ingiz bilan o'sha kuni hozir o'sha oyog'i bilan qanaqa bir o'g'irlik, balobatda shunaqada yurgan insonlar bor-da. Siz bo'lsa mana oyog'ingiz o'zingizga bo'ysunmayapti, bitta joyda o'tiribsiz. Ko'proq Robbingiz bilan gaplashib o'tiribman deyapsiz, to'g'rimi? Alloh taolo menga 38 yil oyog'imni butun qilib berdi. Endi men Rozisiz. 1 yil yoki 5 yil yoki 2 yil yo 1 oydir Allohning mo'jizasi. Bir sinovdir, bir kimgadir yo ibratdir, yo o'zimga bir xulosadir. Shunday qilib turganga men nima uchun nolishim kerak? 38 yil berib qo'ydi-ku oyog'imni. To'ppa-to'g'ri. Ana shu narsa. O'zi men sizga tushuntirmoqchi edim, tushungan inson ekansiz o'zi aka. Alloh shifo bersin, shu akamizni haqqiga duo qilib qo'yinglar. Hammasi Allohdan. Alloh qodir qilsa yurg'izadi. Alloh bo'l desa bo'ladi. Inshaalloh, lekin qachon umidimni so'ndirmayman, qachon Allohning marhamatidan voz kechmayman, kutaman, umid qilaman, ofiyat berishiga ishonaman. Umid uzmang aka, umid uzmang. Qaytmayman, hech qachon qaytmayman. Mayli. Nima bo'lgan taqdirda ham. Oxiri bu musibatga beriladigan mukofotni qachon olishimdan qat'iy nazar meni foydamga inshaalloh. Chunki Alloh taolo aytgan, musibat bersam, izdagi mukofotini 10 barobar qilib berishim mumkin. 10 barobar gunohidan ketishim mumkin. Qiyomat top qo'yishim mumkin deganda. Qachon bersa meni foydamga ekanda. Inshaalloh shundan umid qilaman. Bolalaringiz necha yosh aka? Bittasi 7 yosh, bittasi 4 yosh. Hali kichkina bolachalar ekanda. Kech uylangan ekansiz-da? 30 yoshim. Tushunarli. Bo'lmasa aka, Xudo xolasa haqqingizga duodamiz. Telegram guruhi ochib qo'ying 4 kishini. Men yordam beraman. Mana u ehson-pehson qilmasdan harakat qilamiz inshaalloh. Aka, duo qilib turing. Umidingizni uzmang. Oyog'imda sezgi nimalarim borligiga ishonyapman. Chunki
ichki hissiyotimdan qimillayapti, bijirdashlar bor, oyoqdagi og'riqlar bor. Aqlan, ruhan qimilayotganligimni sezyapman-da men. Oyog'im ham uchib-uchib tushyapti. Ichidan bir nimadir oyoq uchib turayapti-ku o'zi tana. Shunaqa harakatlar bo'layotganligini sezyapman-da. Keyin har kimdir dalda bo'lishni aytadi, kimdir o'sha bo'lgan voqeani aytadi. Seni ahvolingda xuddi meni ahvolimda turgan bo'lgan odam kорабль zavodda yiqilib ketgan, beli bilan tushgan, oyog'i ishlamay qolgan ekan. Chidolmasdan vilka tiqar ekanda oyog'iga. Ishlamayapti oyog'i, vilkaga ham sezmayapti. Ana shu 9 oy deganda oyoqqa turib Grindagi 8 oy ishlab uyga ketgan ekan. Alloh qodir qilganida. Bu vilkalar tiqib ishlamayotgan odam 8 oy mana shu reabilitatsiyada oyog'iga turib, yana bir 6-7 oy Grindada ishlagan buyog'i baribir. Qattiq harakat bo'ladi-ku. Qarang. O'shandaylar ham bo'lgan ekan. Shularni aytishyapti. Bir kalla bilan tushib ketib, nol ahvolda kelganlar ham Allohning inoyati bilan sog'ayib ketgan edi. O'shaning uchun men umidimni so'ndirmayman. Allohdan. Mayli, hozir bu balsadagilar ham aytishyapti. Hozir hech kim hech qanday qaror chiqarib berolmaydi sen sog'ligingga deydi. Seni bundan keyingi qilayotgan bosqich amaling bor deydi. O'shandan keyin bir qaror qilinadi. Hozirgi turgan ahvolingda hech narsa nol deydi. Ertaga nima bo'lishini deydi, hamilara deydi. Mayli dedim. Tamam, sabr qilaman, chidayman, Allohdan so'rayman, buyurganini qilaman. Natijani Allohga qo'yaman. Faqat Duoga o'ylab bormi aka? Ota-ona tirikmi? Otamiz o'tib ketganligimiz yosh bolalar edik. Onachi? Onam borlar, 70 yoshar onam borlar. Onam Xabari bormi yotganingizdan, shunaqa holatingizda? borlar. Ashlar duosini oling aka. Xudo xolasa duo bilan inshaalloh hammasi boshqacha bo'ladi. Inshaalloh. Kelishib oldik aka. Endi ehson yig'maymiz. Iloji boricha o'z imkoniyatingizni, meni imkoniyatimni, advokaturadagi To'lqin akani imkoniyatlarini birlashtirgan holatda muammoni hal qilishga harakat qilamiz. Chunki men sizni ehsonda egasi deb o'ylamayman. Chunki to'g'ri ahvolingiz og'ir, lekin sizni moddiy tomondan chiqib ketadigan yo'llaringiz bor-da. Siz hali 100% ehsonga qarab qolgan odam emassiz. Qanchadir vaqt 1-2 oyda ichida sizga pul kerak bo'lyapti, lekin siz 2 oydan keyin sizga ehson kerak bo'lmaydi. Chunki o'zi davlat o'zi sizni nazoratiga oladi. Polniy moddiy tomondan ham kerak bo'lsa. Xohlasa, inshaalloh. O'zi ehtiyot qiling aka, haqqimizga duo qiling. Telegram guruhida gaplashib turaylik. Ertaga vizasi chiqmasa, siraz ayting, siraz chiqaramiz, xudo xolasa. Xo'p, aka. Sog' bo'ling, rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'ling aka. Mana nomeringizni yana bitta aytib yuboring, odamlar nomerini aytsa biz boramiz, ko'rgani deyishyapti. O'zingiznikini aytib yuboring. Ha. 7404 7404 yozib olinglar. 010 7404 8448. 8448. Mana shu nomer bemorniki, bemalol borib bir kosa ovqat olib borib ko'ringlar. O'sha kasalxonaga yaqin joydagi insonlar borib bemalol mana shu odamni ko'rib, dalda berib, agar ehsonlaringiz bo'lsa qo'liga bir naqd ko'rinishda bersalar ham bo'ladi. Endi musofir yurtda bitta odam o'zidan o'zi shunday hol-ahvol so'rab kelsa ham odamning ko'ngli ko'tariladi. Yolg'izmas ekanman deb o'ylaydi. Chunki u yoqdagi jigari hali yetib kelguncha qancha vaqt o'tadi. Shuning uchun o'zlaringizni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar. Haqqimizga duoda bo'linglar. Mana Murodin akamiz mana yozib qo'ydi. Kimda kim agar kerak bo'lsa, mana skrinshot qo'yib olsa, mana qo'yib qo'ydim.
010 74 04 84 08. Bemalol telefon qilib, skrinshot qo'yinglar. 84 48. Ha, 84 48 ekan aka. O'zim ham yozib qo'ydim 84. Mana boshqasinikini qo'yib qo'ydim mana. 74 04 84 48. Mana shuni skrinshot qilib olinglar-da, borib, mana shu odamga qo'llaringdan kelgancha yordam beringlar. Aka, o'zingiz ehtiyot qiling, muammoni hal qilib inshaalloh odamlarga natijani ko'rsatamiz. Hozir bir narsa desangiz ham ikkita uchtasi baribir o'sha o'zini nimasida prosta yordam ham bermaydi, xalaqit berib, hali miyangizni bir joyga kirib olgan hali ariga o'xshab asabingizga tegaveradi. Shuning uchun qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Natijani Xudo xolasa yaxshi natijani ko'rsatishga harakat qilamiz aka. O'zingiz ehtiyot qiling. Siz bilan bo'lgan prямой efir bor-ku. Oldingi prямой efirni saqlab qo'yolmadik, lekin ekran zapis qilib oldik. O'sha ekran zapisni qo'yib qo'yamiz aka. Chunki prямой efirni ko'rib, odamlar o'zini kerakli xulosasini chiqarib oladi endi. Telegram guruhda ham nima qilib qo'yaman aka, suhbatlashamiz. Tushunmaganlar uchun eslatib o'taman, bu odam surxondaryolik, 30 necha yoshda ham 40 yoshga yaqinlashib qolgansiz. 38 yoshdagi inson 7-9 ishchi vizasi bilan Koreyaga kelgan, ish vaqtidan tashqari ko'chaga chiqib qo'shimcha ish ishlayotgan paytida 3 etajli balandlikda binodan tushib ketgan. Mana hozir kasalxonada yotibdi, Suvon shahrida. Beldan past umuman ishlamayapti. Bu odamni hozir kasalxonada bir inson qarab o'tiribdi, bir erkak kishi, unga ham o'sha atrofida yurganlar kuniga 140 ming won to'lashyapti ekan, 24 soat qarab o'tiribdi ekan bir begona erkak, bir inson. Bu odam hozir doktorlarning aytishi bo'yicha juda qiyin vaziyatda, chunki bunaqangi bemorlar yurib ketishi, ya'ni o'sha oyoqlarini harakatga keltirishi ehtimoli juda ham oz. Lekin shunday bo'lsa ham doktorlar ham aytayapti, umidni uzma, qo'lingdan kelgancha harakat qil deyapti. Bu odam umidni uzgan yo'q, harakat qilyapti. Davlat tomonidan yordamlarni so'radi. Mana vakolatxonaga aloqaga chiqdik dedi. Vakolatxona ham bu o'zini vazifasidan tashqari holat bo'lganligi uchun hech qanday yordam bera olmasligini aytgan. Elchixona endi bunaqa mavzularda moddiy tomondan yordam bera olmasligini Koreyada yurganlar juda ham yaxshi biladi. U yoqda yurib, hali Vanga xolasiga o'xshab fol ochib, bizga tuhmat qiladiganlar uchun aytib qo'yapmiz. Yana bitta narsani aytib o'tib kerakki, bu insonga o'sha ish vaqtidan tashqari bo'lgan holatda ham Koreya hukumatida, ya'ni o'sha sug'urtaga ariza qilishgan. Xudo xolasa bir uzog'i 1 oydan oshiqroq muddat ichida bu odamga davlat tomonidan sug'urta puli undirilish arafasida, lekin bu odamda 1 oy, 2 oy kutib o'tirsa, bitta pul ko'payib ketadi. Endi bu odamni doktorlar aytayaptiki, bizni qo'limizdan kelgani shu, endi sen muolaja olish uchun boshqa kasalxonaga o'tishing kerak deyapti. Lekin bizni kasalxonani to'lovini qilishing kerak deyapti. 32 million Koreya vonida bu odamga pul kerak bo'lgan. Uni 20 million vonini shu sug'urta kompaniyasi tashab bergan, 12 million von atrofida pul qolgan. Boshqa davlatlardan ko'rayotganlar uchun bir 8 ming dollar atrofida pul bo'lar ekan bu. Endi bu odam bizdan yordam so'radi, ya'ni men orqali sizlardan yordam so'radi. Men aytdimki, mana hozir sizlar ko'z o'ngilaringda, aka, siz ehsonda egasi emassiz. To'g'ri, ahvolingiz og'ir, kasalligingiz undan og'ir holatda. Biz sizning haqqingizga faqat duo qilamiz. Ehson yig'adigan darajadagi holat emas, sizni o'zingizning imkoniyatingizni agar to'g'ri baholab, joy-joyiga uradigan bo'lsangiz, o'zingizning imkoniyatingiz orqali shu vaziyatdan chiqib ketish ehtimoliniz katta. Albatta, menga o'xshagan, To'lqin akaga o'xshagan va o'sha Radnoy akasiga o'xshagan odamlarning yordamida. Endi sizga ehson yig'ib o'tirmaymiz aka. Siz o'zingizning imkoniyatlaringizni ishlatib, vaziyatdan sizni olib ketamiz deb maslahat qildik prямой efirimiz oxirida. Bu insonga sizlardan yordam faqat duo qilinglar. Chunki doktorlar ham qo'lidan kelganini o'sha o'qigan kitobiga qarab, amaliyotiga qarab, o'tkazgan kasallariga qarab fikr bildiryapti. Lekin Allohning mo'jizalari ko'p. Har qanaqa soniyada mana shu inson yurib ketish ehtimoli katta. Harakat qilib ketish ehtimoli katta. Mana miyamda doktorlar juda ehtimol oz desa ham deyapti, aytayapti o'zi miyasida oyog'im xuddi bir ichidan qimillaydiganga o'xshayapti, men sezyapman deyapti. Endi bu ham behikmat emasdir. Shuning uchun iltimos sizlardan qo'llaringdan kelgancha, mana hozir ayniqsa
u umrada, hajda yurgan, hozir menimcha haj mavsumi, hajda yurgan insonlar bor. O'sha insonlar yaqinlaring bo'lsa, mana shu Koreyada bir akamiz og'ir ahvolda ekan, haqqiga duo qilib qo'ying deylar. Jahongir aka, o'sha Saudiyada yurgan bir tanishlaringiz bormi? Xo'p, aka. Saudiyada hajga ketgan bir yaqin insonlaringiz bormi? Bilmadim. Mahallangizdan ham bormi? Mahallangizdan bironta tanishingiz bormi? Bo'lsa kerak, tanish-bilishlardan bor. Shunaqa insonlarga ayting, o'shalarga aka, o'shalarga ayting, telefon qiling. Yoki akangiz aytsin, shunaqa holat, bir jigarimni haqqiga o'shatlarda bir duo qilib qo'y desa, o'shatlardagi qilingan duolar tezroq ijobat bo'ladi. Shu narsalarga endi mendan ko'ra yaxshi ana qilar ekansiz, shu e'tibor bermagansiz, eslatib qo'yapman aka. Hozir yana aynan shu mavsum hozir. Inshaalloh. O'shaning uchun faqat duo qilinglar bu insonga. Mana hozir shu videoda ham saqlab qo'yaman. Bundan oldingi prямой efirda ham ekran zapis qilib saqlab qo'yapmiz. Hech qanaqa ehson yig'madik. Yana qaytaraman, mening maqsadim ehson yig'ish emas. Ehson puli, ehson bir narsa, u bu deb fitna qilib yurganlar, Alloh sizlarga kifoya qilsin. O'zi kifoya qilyapti ham. Mana qo'lidan shitma kelmay yuribdi. O'zi kifoya qilaveradi. Biz indamay turib yutib chiqamiz har doim. Sabr bilan turib beramiz, ajrni kattasini olamiz. Shuning uchun Alloh kifoya qilsin o'shalarga. Mana komment yozayotgan 5-6 ta qarindosh urug'lariga. Alloh kifoya qilsin sizlarga, bilib bilmay gapirayotganlaring uchun. Mana shu bemorda ham hozir mana shu chiqishi bilan o'zi xotiningni pulini ishlatsang bo'lmaydimi deb ham noto'g'ri gaplar gapiraverdilar. Aka, sal yuzingizga to'g'ri qilib turing, behurmatli bo'layotganga o'xshayapti. Naushnik uzilib qolish hokim bo'lib ketdi aka hozir. Ha, endi qarang. Hammalaringdan iltimos, mana shu bemorning haqqiga faqat duo qilinglar va xotirjam bo'linglar, hech qanaqa ehson yig'ilmadi. Mana shu pastdagi nomer o'zini, mana shu bemor nomeri, shanba-yakshanba boqqa, toqqa, dengizga borib, sayr qilib, prosta takalik, orzu-havas qilib, Koreyadagi umrni o'tkazmasdan suv atrofida yashaydiganlar yoki umuman Koreyada yurganlar ketdi deb 5-6 kishimi, 10 kishimi bitta zavodda ishlaydigan o'zbeklarmi yig'ilib, shu bolani oldiga bir 10 mingdan bir to'plab shu ko'rgani kelsalarni, mana shu bolani bir nima bir muammosiga o'sha pul ishlaydi yoki bir issiq ovqat olib. Mana pastdagi nomer o'ziniki, bemalol telefon qilinglar, borib ko'ringlar. Musofir yurtda uzoqdagi jigardan, uzoqdagi qarindoshdan, yaqindagi bitta begona tezroq yetib keladi. To'g'rimi aka? O'shaning uchun o'zlaringni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar. Men hozir prямой efirda yopyapman, chunki meni qiladigan ishlarim bor. Ehson yig'maydigan bo'ldik. Faqat bemorning haqqiga duo qilinglar, men o'zim yordam beraman. Albatta, advokatura xodimi akamiz bilan bu kishini jigarlari keladi inshaalloh, shu kishi bilan maslahat qilgan holatda. O'zining imkoniyatini o'ziga ishlatib, muammosini inshaalloh hal qilamiz. Moddiyat pul bilan hal qilsa bo'ladigan muammo aka, eshiting, bemor aka, eshiting. Pul bilan hal qilsa bo'ladigan muammo emas. Aka. Shunaqa muammolar bor. $1 million pulingiz bo'lsa ham hal bo'lmaydi u muammo. Ana shuni muammo desa bo'ladi. Endi sizniki moddiy tomondan muammoingizni inshaalloh o'sha sug'urta-pug'urtangizni yoki o'sha sabr qilib turinglar, o'shani beramiz deb dokumentlar ko'rsatib, ichda tilli jog'li bo'lib, o'sha yerda hal qilib sizni olib chiqib ketsa bo'ladi. Lekin mana harakatingiz, ya'ni tibbiyot tomonidan bo'lgan muammoingiz aka, bu $1 trillion bersangiz ham, o'sha sug'urta sizga bir dunyo pul tushirib bersa ham, yoki siz boyda o'g'li bo'lib yoki bir dunyo ehson qilinsa ham hal bo'lmasligi mumkin. Ya'ni o'sha pul havoga uchib ketishi mumkin. Shuning uchun sizning muammoingiz moddiy muammo emas. Moddiy muammoni inshaalloh hal qilamiz. Sizning muammoingiz Alloh shifo berishligi, dardingizga shifo berishligi. Ana shu narsa uchun biz sizlardan yordam so'raymiz. Qo'llaringizdan kelgancha kommentlarda duo qilinglar, mana shu insonning haqqiga. Qayerda bo'lsalaring ham sizlar duolaring inshaalloh qabul bo'ladi. Faqat sizlardan duo so'raymiz. Endi mana bu nomerga telefon qilib shu odamni ko'zim bilan ko'raman deganlarga, pajalisda borib bemalol ko'raveringlar. Aka, o'zingiz ehtiyot qiling. Xo'p aka. Sizdan menga hech qanaqa moddiy manfaat kerak emas. Faqat duo qilib qo'ying aka, haqqimizga. O'zingiz bir dindiyonatli, bir yaxshi inson ekansiz, duo qilib qo'ying.
Rahmat aka, sog' bo'ling, Alloh rozi bo'lsin. O'zingiz ehtiyot qiling aka. Endi Xo'p, borganda ko'rishamiz. Xudo xolasa muammoni birgalikda hal qilib, mana bu obunachilarimizga bir yaxshi natijalar ko'rsatishlik nasib qilsin aka. Iloji boricha tez kunda yurib ketgan holatingizdagi videolarni ko'rsatish ham bizga nasib qilsin aka. inshaalloh, inshaalloh. Sog' bo'ling, o'zingiz ehtiyot qiling. Duolarda eslab Xo'p, turing. xo'p. Rahmat aka, sog' bo'ling. Xo'p. Sizdan ham Alloh rozi bo'lsin, rahmat. Aka tushib ketavering. Men ozgina gaplashib qo'yaman. Xo'p, Avazbek. Aziz zo'r insonsiz, rahmat. Assalomu alaykum, Alloh shifo bersin. Va alaykum assalom, rahmat. Alloh umringizni uzoq qilsin, rahmat. Sog' bo'ling. Xo'p. Xo'p. Omad aka, akam mani. Xo'p. Maytda bitta ikkita qarindosh urug'lar kirib olibdi. Qaysidir tomonni qarindosh urug'lari bo'lsa kerak, hali ham bular alamzada, shuning uchun bularni ham to'g'ri tushunamiz. Vaqt hammasiga davo, Xudo xolasa sabr bilan turib bersak, bular ham shu o'lmasdan turib nohaqliklarini balkim tushunib yetishar, kechirimlarini so'rashar, lekin kechirimlarini so'rashmasa ham bizga farqi yo'q. Biz yo'limiz aniq, navigatsiyamizni to'g'ri qo'yib olganmiz. O'sha yo'l bo'yicha ketyapmiz biz. Har bitta akillagan itga biz qarab, unga atvet qaytarib o'tirolmaymiz. Qaytganingizdan xursandman, rahmat. Assalomu alaykum, yordam qiling shu akaga, bemorlarga shifo bersin. Xo'p. Maytda bitta Ayran degani yozyapti. Ayran ekan ismlari. Navbatdagi o'likni olib chiqyapti deydi. Bu hozir nima bo'layotganini ham bilmayapti o'zbekda. Biz hozir o'lgan odam haqida gapirmayapmiz, tirik odam haqida gapiryapmiz. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, insonlar ko'paysin. Rahmat. Alaykum assalom. Alloh rozi bo'lsin, rahmat. Hech kimga hech nimani isbotlash shart emas. Sizni borib bermaylarga. Xo'p, assalomu alaykum, alaykum assalom. Samarqanddan salomlar, sizga ham salom. Avazbek aka, sizni ko'rganimdan xursandman. Rahmat, sog' bo'ling. Alloh rozi bo'lsin sizdan, rahmat. Unaqalarga e'tibor bermang deydi. Xo'p. Ulaysizmi? Yo'q, ulamayman, chunki efirni yopaman. Negativlarni o'qib asabingizni buzmang. Xo'p bo'ladi. Ahamiyat bermayman, xo'p. Maytda Jamolovni 2696 yozyapti. Pul yig'moqchimiz deng deyapti. Bu o'zbek tilini ham tushunmas ekan bu insonlar. Biz hozir pul yig'moqchimiz degan so'zni ishlatdimmi? Efiringiz sog'inli, rahmat. Omadingizni bersin, rahmat. Xo'p. Mana tegi ichida haligi alamzada bo'lgan insonlar bemalol menga desa umrlarini oxirigacha alamzada bo'lib yuraveringlar va befoyda baribir. Tushunyapsizlarmi? Vaqt hammasini ko'rsatadi. Sizni ko'rganimdan xursandman. Rahmat, sog' bo'linglar. Omad. Avazbek sog' bo'ling, rahmat. Andijondan rahmat sizga. Xo'p, qaytaraman. Mana yordam so'ragan insonga ehson yig'maymiz. Men o'zim qo'limdan kelgancha yordam beraman. Sizlar faqat duo qilib turinglar. Avazbek efir qilib turing. Sizlar ko'rib turaylik, tinch bo'lamiz shunda. Rahmat, joyi emas ekan hozir aka, tushundim. Xo'p. Borimiz ukaxon ko'rganimdan xursandman. Rahmat. G'iybatchilar ko'p ekan. Shu g'iybatchilar hamma zamonlarda ham bo'lgan, bundan keyin ham bo'ladi. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Xo'p, assalomu alaykum, sizga ashaddiy muxlissiz va ishlaringizga omad, rahmat. Xo'p, aka o'rningizga boshqa odam qo'yishmoqchi, bermay o'zingiz davom eting, deyapti. Qo'yishsin, bu o'rin emas, bu qanaqadir lavozim emas, bu turgan bitgani stress, asab bir qilib ko'rishsin, bilishadi. Alloh rozi bo'lsin, sog' bo'ling. Xo'p, sizlar ham o'zlaringni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, ishlaringizga omad hammalaringni. Musofir yurtda o'zlaringni ehtiyot qilinglar. Mana shu insonga men o'zim qo'ldan kelgancha yordam beraman, o'zining imkoniyatlarini ishga solib. Shunaqa narsaki, ehson yig'ish bitta masala, ehsonni joyiga ishlatish umuman boshqa masalada. Odam o'zini imkoniyatlaridan kelib turib ham o'sha vaziyatdan chiqib ketsa bo'ladi. Hozir bu odamni o'ziga tashab qo'ysangiz, shokka tushib o'tiraveradi mana shu holatda. Nima qilsamikin, qayerga borsammikin deb o'tiraveradi, lekin o'sha jichchagina o'zini imkoniyatidan ham agar biz mana nima deydi,
qo'limizdan keladi-yu baribir chiroyli gapirish yoki vaziyatdan qanaqa qilib chiqib ketish, to'g'ri yo'l ko'rsatish, masalan. Shu narsalarni birlashtiradigan bo'lsak, bu insonni o'zini puli bilan inshaalloh o'zini muammosini hal qilsak bo'ladi. Xo'p, negativlar yana boshladi, to'xtamayman deydi. Xo'p. Hop, assalomu alaykum. Bolacha yo'qolib qolgan. Alaykum assalom. Aybingiz yo'q bo'lsa, oy, yezvordilaring. Ko'rganimdan xursandman, rahmat sizni. Xo'p, rahmat. Men ham sizlarni ko'rganimdan xursandman. Sog' bo'linglar. Sizdan boshqasi eplolmaydi. Yo, eplaydi. Endi bitta odamni shu vaziyatlarni ko'rib shu holatga kelgungacha 10 yil vaqt o'tadi-da. Hop, qancha tuhmat qilib tashlashdi. Bemalol. Aka qo'shing efirga. Uzr, qo'shalmayman, chunki efirni yopyapman. O'zlaring ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar. Shu bemorning haqqiga duo qilib turinglar, chunki juda ko'p doktorlar bilan gaplashsam, shu beldan pasti shunday qolib ketishi ham mumkin deyishyapti-da. Umrbod shunday qolishi ham mumkin deyishyapti. Shuning uchun bu odam sizlarning duolaringga juda ham muhtoj. Shuning uchun faqat haqqiga duo qilinglar, negativ bo'lmanglar. Aka, siz kuchlisiz, rahmat, sog' bo'ling. Alloh rozi bo'lsin aka. Xo'p. Hammamizdan Alloh taolo rozi bo'lsin. O'zlaringni ehtiyot qilinglar, faqat yaxshi gumonda bo'laveringlar. Xizmatlarga e'tibor bering, sog' bo'linglar. Lashkar boshi keldi aka, lashkarlari bilan deydi. Ha, kelishaversin. Mayli. Ular ham shu dunyoda yurishibdi-da, odam sonini ko'paytirib. Sog' bo'linglar, o'zlaringni ehtiyot qilinglar. Rahmat hammaga.